Sizni tayyorlab aklab sotadigan o'xshaydi deb o'ylabdimi deb bir necha koni xirdalarimiz mushaqda bir gap ichib qoldi. Ayshonmish ko'pchilik bilan mushaqda bir o'rtoqlashishni loyiq topdik hamda. Urulgan do'stlarimiz o'zi tayyorlamaydi ekan, tayyorlab aklab sotadi ekan degandek bir iddia mavjud. Ammo bizning do'konimizdagi bir davo, sarqol degan har qanday xat tushgan mahsulotni o'zimiz bir qo'lliq mishat materialni tayyorlab, zavodga olib pishiqlab, ishlab, qop markaga o'rab ekandan keyin uningga sizlarning huzuringizga sunamiz. Herkesmi qop kaydirib qo'ygan qilam, zavod ishlab chiqargan qilam o'z qo'limizdan chiqqan bo'lmaydi. Şuna bu şahtda bir to'g'ri tushungan bo'lsanglar. Uningdan boshqa mush do'konimizda qanday mulozimatlar bor, qanday kasblar bor degan do'stlarimiz bo'lsanglar, bizniki mush do'konimizni bilmaydigan do'stlarmi oz deb o'ylayman qag'liqda. Mush do'konimizda ko'pincha holatda mush xam pishiq materiallarni sizlarning huzuringizga to'ppada, aytmoq qilib sunamiz. Uningdan boshqa mush tibbiy maslahat beramiz. Uningdan keyingi vaqtda mush yangidan qora ochliqlardan foydalanib oziq talqonlarni o'lchamli kiritib bo'yicha tanishib sizlarning huzuringizga sunyapmiz. Balalar bulmoqlarga, choch quvvat talqonlarga beden kuvvetlaydigan oziq talqonlarga ehtiyojinglar bo'lsa, choyliq to'r darmaklarga ehtiyojinglar bo'lsa, davomli holat biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Do'kon adresimiz mush Yog'zot oyliklar qo'ros taraf Palab Naylik bekat oldidan 100 metr mansida yo'lning o'ng qo'l tarafidagi sarqol mahsulotlari degan do'kon shu. 186 99 84 3200 orqali davomli aloqalashsanglar bo'ladi.